Barchaga assalomu alaykum. Notabek Ismoilov Milliy sertifikat kitobi, ikkinchi kitob tahlili, ikkinchi variant 5-savoldan demak davom etamiz. Ikki shoxli nosoroq 1, to'ng'iz 2, o'rdak 3 ga xos xususiyatlar to'g'ri juftlangan javobni belgilang. Tushunarli. Zubur bilan bir turkumga mansub. Ikki shoxli nosoroq zubur bilan bir turkumga mansub. Aniq bir turkumga mansub deb aytilmagan, shuning uchun birni tashlab ketsak ham bo'ladi. Hop, to'ng'iz 2 diafragma rivojlangan, to'g'ri. Bosh miya yarim sharlarida burmalar mavjud. O'rdakda bosh miya yarim sharlarida burmalar bo'lmaydi. 3ning hisobiga demak chiqib ketadi. Demak, mana bu 3ning hisobiga A javob chiqib ketadi. Beni ko'ramiz. Tabiiy holda neotropikda uchraydi. Ikki shoxli nosoroq neotropikda uchramaydi. Buni biogeografik viloyatlarni yodlashimiz kerak. Buni bu javobni belgilashimiz uchun. Lekin bu bir chiqib ketadi. Shuning uchun B javob ham chiqib ketadi. Neotropikda uchramaydi. C'ni ko'ramiz. 1 tabiiy holda Habashistonda uchraydi. Ikki shoxli nosoroq tabiiy holda Habashistonda uchraydi. Bu bir to'g'ri. 2 oshqozoni bo'lmalarga bo'linmagan. To'ng'iz, bu to'g'ri gap. Yuragi 4 kamerali. O'rdak, yuragi 4 kamerali. To'g'ri. Demak, C javobni oldik. D'ni qayeri xatoligini ko'ramiz. Buni ko'ramiz. Diafragmaga ega. Ikki shoxli nosoroq, to'g'ri. Oshqozoni 4 bo'lmali deyapti. 2 to'ng'iz, oshqozoni 4 bo'lmali emas. Bo'lmalarga bo'linmagan. O'shaning uchun 2 chiqib ketadi. Demak, to'g'ri javob C ekan o'quvchilar.